Mana assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 7 avgust. Jizzax viloyati Arnasoy tumani Bo'ston qishlog'i mustaqillikda uzilyapti. Mana tarvuzimiz. 12 kilo xudo xolasa. Chamalab turibmiz. Men klient bo'lamiz. Boshchiligida. Tarvuz gaziz bo'lmoq xudo xolasa. Tarvuz udar o'shimizda 12 kilo oshganlar bu. Xudo xolasa mana kelaverasizlar. Real ochilgan narx 2100 so'mdan kiloga ketyapti. 7 kilo shablon qo'yganmiz, 7 kilolik tarvuz yo'q. Videoda ko'rib topa olaveringizlar 7 kilo. Mana 22 kilo aylanadi aka mana mashina. Tarvuzimiz gaziz bo'lmoq xudo xolasa. 12 kilo oshiq aylanadi aka bu shablon. Shablon katta shablon ko'tarib chiqmayapti-da. Ardamgidek o'zimman kelaverasizlar ekan. Tarvuzimiz bo'p qolgan xudo xolasa, xudo bergan. Xudo bergan ne'matlar. Mashalloh, alloh. Talagin. Mana ko'ryapsizlar, mayda tarvuz yo'q xudo xolasa. Bari katta tarvuz. 750 ta chamala bo'lgan. Mana paykalimiz bugun buzildi. Hozircha 2 ta mashinamiz. Yana kelyapti yo'lda. Bugun qancha qoladi, qancha qo'yadi bilmaymiz. Lekin tarvuz gaziz bo'ladi. Kattadan oldida 7 kilolik, kichkina ko'rinadi 8 kilolik. Mana 7 kilolik bor ekan, topdik. Nihoyat. Qaranglar. Qayergacha kelganda 4-7 kilolik chiqdi.